Tefsiri Müyesser Maide Suresi Eûzu billahi mineşşeytanirracim Allah'a uruş açkan, onunğa düşmanlık kılgan, onun ahkamlarına ve onun peygamberinin ahkamlarına karşı çıkan, nahak adam öldürüş, kişilerinin mal mülkünü tartıveliş qatarlıq kılmışlarını sadır kılıp, yer yüzüde bozgunçılık kılıdığanlarının cezası şu ki, ular öldürülüşü, yoki dargı esilişi, yoki o'ng qo'li bilan sol puti kesilişi, yoki boshqa yurtga polanib tavba qilmoqcha shu yurtning turmusida jazolanishi kerak. Allah belgilagan bu jazo ularni dunyoda rasvo qiladi. Agar ular qilmishiga tavba qilib, amalini tuzatmasa, oxiratda ularga cho'ng azob bordir. Lekin yuqorqilarning ishidan sizlarning qo'linglarga tushishdan ilgari tavba qilib, yeninglarga kelganlar jazodan qutulib qoladi. Bilinglarki, Alloh bandalarining gunohlarini nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Oxiratda jannatga erishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Allah razı bo'ladigan yaxshi amallarni qilish bilan uningga yaqinlik hosil qilishning yo'lini izlanglar. Allah yo'lida jihad qilinglar. Allah'ning bir ekanligini va uning nurliq shariatini inkor qilgan kofirlar yer yuzidagi barliq narsalarga, ya'ni shuningdek bir hasi keladigan narsalarga ega bo'lgan va qiyomat kunining azobidan qutulish uchun uni fidya qilib bergan taqdirdimi, ularning bu fidyasi hargiz qabul qilinmaydi. Ularga alamlik azob bor. O kofirlar do'zaxda qattiq azoblanganlikdan uningdan chiqib ketmoqchi bo'ladi-yu, ammo hargiz chiqolmaydi. Ularga uzilmas azob bor. Ey ish boshqaruvchilar, o'g'irlik qilguvchi erning va o'g'irlik qilguvchi ayolning qilmishini shariat bo'yicha jazolab, boshqalarning pul melini haqsiz yevagan bu o'g'irlarni xalqi olamga ibrat qilish va bu orqali o'g'irlik qilguvchilarni ogohlantirish yuzasidan ularning qo'llarini kesinglar. Allah o'z podshohligida g'olibdir. Buyurganlarda va to'sqanlarda hikmat bilan ish qilguvchidir. Kimki o'g'irlik qilib, o'ziga zulm qilgandan keyin tavba qilib, barliq amallarini tuzatsa, Allah haqiqatan uning tavbasini qabul qiladi. Chunki Allah bandalarining gunohini nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Ey payg'ambar, bilmamsanki Allah osmonlarning va zaminning yaratquchisi, boshqaruvchisi va egasidir. Allah nimani xohlasa, uni cho'qim amalga oshirg'uchidir. Xohlagan odamga azob qiladi, xohlagan odamga mag'firat qiladi. Allah hamma narsaga qodirdir. Ey payg'ambar, sening payg'ambar ekanligingga dillarida ishonmay turib, eg'izlarda yolg'ondan iymon etib qo'yadigan munofiqlarning kufrga o'zini etayotganligi seni hargiz g'amkin qilib qo'ymasin. Men ularga qarshi sana albatta yordam qilaman. Yahudilarning sening payg'ambarligingni inkor qilishga oldirib ketayotganligimi seni g'amkin qilmasin. Chunki ular yolg'onga bakrak quloq soladi. Jambaqar mollalarning o'ydirib chiqargan to'qilmalarga ishinadi. Sening suhbatingga hozir bo'lmagan boshqa bir qavmning so'zini qabul qiladi. Mazkur boshqa qavm Allohning Tavrotdagi so'zlarini bilib turib o'zgartib etadi. Ular agar sizlarga Muhammad tarafidan Tavrotning biz o'zgartib etgan ahkomlarga muvofiq keladigan hukmlar kelsa, uni qabul qilinglar. Agar biz deb bergan ahkomlarga o'xshamaydigan bir narsa kelsa, uni qabul qilishdan va uningga amal qilishdan hazar aylanglar deydi.
Ey payg'ambar, Allah qandoqli bir bandasining ozg'un bo'lishini iroda qilsa, sen buni to'sib qololmaysan. U bandani hidoyat qilolmaysan. Allah aşı munofiqlar bilan Yahudilarning dillarini kufrning illatlaridan pok qilishni xohlamagan bo'lib, ularga dunyoda xorliq va rasvolik, oxiratda bo'lsa cho'ng azob bor. Aşı Yahudilar yolg'onga quloq selish bilan harom yeyishda haddidan eshib ketgan kishilardir. Ey payg'ambar, agar ular sening oldinga da'vo so'rab kelsa, ularning orasida hukm qilib qo'ysangmi yoki uni rad qilsangmi bo'ladi. Ularning orasida hukm chiqarishni rad qilsang, ular sana qilchi ziyon yetkazmaydi. Agar ularning orasida hukm qilmoqchi bo'lsang, adolat bilan hukm qilgin. Chunki Allah adolatli ish ko'rguchilarni yaxshi ko'radi. Ani shu Yahudilarning ishi haqiqatan ajablanarlikdir. Ey payg'ambar, ularning qo'lida Allohning hukmini o'z ichiga olgan Tavrat turug'liq sendan hukm talab qilib keladi. Ondan sen chiqargan hukm o'zlarini rozi qilmasa, uningdan yuz o'raydigan turug'liq yana qandoqlarcha seni hukm chiqarishga taklif qiladi. Ular o'zlarining shariatini inkor qilgan, sen chiqargan hukmdan yuz o'rgan kishilar bo'lib, mushi illatlar bilan suhbatlangan kishilar hargizmi Allohga va sang iymon etgan mu'minlardan emas. Sheksizki biz kishilarni ozg'unlikdan hidoyatga chiqaradigan, shariat ahkomlarini o'z ichiga olgan Tavratni nozil qilgan edik. Itoatman payg'ambarlar Yahudilar orasida uning bilan hukm qilgan, Tavratni o'zgartib etmagan va uningdagi amr farmonlarga xiloflik qilmagan edi. Yahudilarning zohidlari bilan kishilarni to'g'ri yo'lga soladigan ilm ahlilarimi Allohning kitobi bo'lgan Tavrat bilan hukm qiladi. Chunki ularning payg'ambarlari ularni Tavratning ahkomlarini kishilarga yetkazishga va o'rgatishga buyurgan. Yahudi zohidlari bilan ilm ahlilari payg'ambarlarning vasiyati bo'yicha Tavratning ahkomlari bilan hukm qiladi. Allah ularga xitob qilib mundoq degan: Ey Yahudi olimlari, men nozil qilgan ahkomlarni ijro qilishda kishilardan qo'rqmanglar. Chunki ular sizlarga qilchi foyda ziyon yetkazmaydi. Shunga sizlar mendan qo'rqinglar. Chunki men sizlarga birdan bir foyda yetkazguchi va sizlarni ziyondan saqlag'uvchi yagona zotman. Mening oyatlarimni dunyoning arzimas manfaatiga setib etmanglar. Allohning kitobi bo'yicha hukm qilmaslik kofirlikdir. Kimki Allah kitobida nozil qilgan ahkomlarni yoshirish, inkor qilish va boshqasi bilan hukm qilish orqali burmulaydi ekan, ana shular kofirlardir. İsrail avlodiga Tavratni shundoq belgiladiki, birovni nohaq o'ltirgan odam o'ldiriladi. Birovning ko'zini qo'yib etgan odamning ko'zi qo'yiladi. Birovning burnini kesib etgan odamning burni kesiladi. Birovning qo'lqini kesib etgan odamning qo'liqi kesiladi. Biri yana birini qandoq yarador qilgan bo'lsa, u shundoq yarador qilinadi. Kimki jinoyatchini afu qilvatsa, bu uning gunohlariga kaforat bo'ladi. Kimki qisos va boshqa masalalarda Allah nozil qilgan ahkomlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ana shular Allohning belgilmasidan chatnab ketib, o'ziga zulm qilguvchilardir. İsroil avlodi orasidan kelgan payg'ambarlarning keynidan Maryam o'g'li Isoni ilgari Yahudilarga berilgan Tavratki haqiqatlarga iymon keltirgichi, uningdagi amaldan qoldirilmagan ahkomlarga amal qilguvchi qilib avatdik. Isoga İncilni nozil qildikki, İncil kishilarni haq diniga yetaklaydi. Allah nozil qilgan ahkomlarni kishilarga bildiradi. Asli Tavratning haq kitob ekanligiga guvoh bo'ladi. U Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun vaz-nasihat va gunoh ma'siyatdan yiroq turishi uchun ogohlantirishlarni o'z ichiga olgan. İsa alayhissalomning ummati bo'lgan xristianlar Allah nozil qilgan ahkomlar bo'yicha hukm qilsin.
Kimki Allah nazil qilgan ahkamlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ana shular Allohning itoatidan chiqqan osiylardir. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqxun. 2020 yanvar 1 nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.